Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Mana navbatdagi darvozamizda Toshkent viloyati Zangiota tumani Yangiyo'l tumaniga o'rnatdik. Sizlarga bir qator tanishtirib o'tamiz. Buni eni 375 bo'ldi. Bo'yi 315. 2 qavatli darvozamiz. Sizlarga bir qator materiallarni tanishtirib o'tamiz. Stekalarga keladigan bo'lsak, 10ga 5 sho'llar bo'ldi. Profillari 6ga 4, 1.7 stenada bo'ldi. Teyda alis 1.8, ustida 1.3. Teylari sho'llar bo'ldi. Buni 1 kvadrat metri 1.300.000 tayyorlab olib kelib o'rnatib berdik. Dastavkasi ichida bo'ldi. Kimga qanday darvozalar kerak bo'lsa, ekranda nomerlariga aloqaga chiqishlar mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.